O'tgan yili Barselona derbisida, Katalon derbisida Espanyolga qarshi o'yinda chempionlik qayd etilgandi. Bu safar klassikoda, Hansi Flickning chempionliklari, o'yinlari ham chempionlik o'yini ham o'ziga xos bahslarga to'g'ri kelmoqda. Demak do'stlar, yana bir bor Ispaniya chempionati 2025-2026-yillar mavsumi chempioni Barselona jamoasi. Tabriklaymiz barcha Barselona muxlislarini, jumladan O'zbekistondagi ishqibozlarni ham. Ajoyib mavsum va to'la munosib jamoa. Mavsum avvalida ketma-ket Real Madrid 5 o'yinda adashmasam g'alaba qozongandi va o'sha vaqtda mana endi chempionatda jiddiy raqobat bo'ladi deb o'ylashdi ko'pchilik. Hattoki ma'lum bir davr Real birinchi o'rinni hech kimga bermay keldi, lekin keyinchalik Barsa quvib o'tdi va oxirigacha shu o'rinni saqlab qoldi. Va endi kubok bilan suratga tushishadi. Bu yog'i endi dam olsa ham bo'ladi. Boya aytganimdek, hojat qolgani yo'q. Keyingi uchrashuvlarda qandaydir o'sha marosim bo'lmaydi, hammasi tushunarli. Jahon chempionatiga boradiganlar dam olishadi. Faqat havas qilish mumkin ularning qolgan o'sha may oyidagi taqvimiga, holatiga. Bayram qilishadi, kayfiyat. Mana bu farzandi bilan tashrif buyurgan muxlislar. Kataloniya o'zi futbol bilan yashaydi. O'sha futbol bo'layotgan vaqtlarda ko'chalarda seziladi, ham ichkarida, televizor qarshisida yoki stadionda bo'ladi bir qismi. Va ular uchun bu musobaqa juda muhim. Olib qo'ydi xodim. Kimdir uchun alohida olib ketishyapti. Yoqmadi Gaviga bu holat. Va mana endi Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Del Fuente ham iltimos qilsa bo'ladi ba'zi o'yinchilarga dam berishni, chunki o'zi mavsum davomida Hansi Flick nafaqat Realga qarshi kurashdi, nafaqat boshqa klublarga qarshi, balki Ispaniya terma jamoasi bilan ham biroz kelishmovchiliklar bo'ldi. Yamal mavzusida, balki Pedri umuman o'yin amaliyoti futbolchilarda shu taqsim